Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib mestasida, sentrida joylashgan. Bedayna ko'rib turganingiz avvalgi Evrika magazini domi, yanımızda Rayhon bozor, Narxuz universiteti, Gidro kollej, Avtodorожный kollej zo'r mestada joylashgan. Bu yo'ldan 19-18 marsrutlari o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, domimiz ham yo'lga yaqin. Bir dom ichine girsangiz, bir 20 metr, 30 metr yurib bir dom içinde özü yola yakın yerdə joylashgan. Narx ham ajoyib narxda, hurmatli vatandoshlar. Videonun axırından narxını aytib o'tamiz. To'liq görüb başlayın sorumuz videomuzun içini barcha jihozlar bilan sotib chiqdingizlar. Местоположение ham zo'r. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor, transportdan muammosi yo'q. Dehqon bozor ham yaqin. Dehqon bozori xalasangiz peshkom, xalasangiz transportda borsangiz ham bor. Eng 19 marshrutini Damoz ham, avtobus ham o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, местоположение zo'r. Yana ketsangizlar doğru Gullarga ketadigan yo'limiz. Yanda avvalgi Lastika magazini, hurmatli vatandoshlar, hem mera o'ng'ayli yerda, hem birinchi qavatda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, bir xonani ikki xona qilingan kvartira. Yetkazsa kvartiramiz bilan birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Bismillah, kvartiramizga girib keldik. Girgandan chap tarafimizda bu yerda oshxona joylashtirganlar, gaz plitalar, mebeli, mo'ykasi, bu taraflarimiz fon, bu yerlar oboy qilingan. Hurmatli vatandoshlar, bir xonali o'zi oshxonasini bir spalni, bu yoqda asosiy zal qilib qo'ydilar. Sizlar birinchidan ko'rsatib boraveramiz. Ichida barcha jihozlar qoldi. Alınadi vajlari, kiyim-kechak, posudalari alınadi. Kan, nov bo'lsa qoladi bu yerda. Kil mashinalari baynang, холодильник, коробкалар, konditsioner, televizor hamma joyi qoladi. Dening, divorlar kafel, oyoq telar ham kafel, patologlar esa plastik, suv, svet, gazlar, VIP, muammosiz gap turibdi. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Bozorchalar, magazinlar, o'qishlar ham yaqin, zo'r mesda, dehqon bozor ham yaqin. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimiz yana spalni. Divorlar однотонный fonda, patologlar esa plastik, aynalar ham arfaramlarla o'zgartirilgan. Dening, холодильниклari, mikronovkalar, bo'yajlar ham qoladi. Hech nima olib ketilmaydi. Gilamlar ham döşalgan. Hurmatli vatandoshlar, orientir Urganch shahrimizda Rayhon bozor, Narxuz universitetine yakın yerda joylashgan 4 qavatli binoning birinchi qavatida bir xonali kvartira. Narxi 260 million so'm. Gelishlardan yeri bor. Yurib turgansizlar hamma jihozlari qoladi. Televizorlari, konditsioner, hurmatli vatandoshlar, divonlari, shkaflar. Hech nima olib ketilmaydi. Lyustralar ham asalgan. Divorlar однотонный fonda, gilamlar döşalgan. Hurmatli vatandoshlar, orientir Rayhon bozorining yanında. Hurmatli vatandoshlar, birinchi qavatda bir xona kvartira. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz azizlar.